Assalomu alaykum. Endi siz bilan xodimlarning odob-axloq qoidalari mavzusida gaplashamiz. Bu qoidalar faqat nazorat uchun emas, balki kompaniyamizning obro'si, mijozlar va hamkorlar ishonchi hamda jamoa ichidagi sog'lom muhitni saqlash uchun kerakdir. Har birimiz ishda ham, ishdan tashqarida ham o'z xulqimiz bilan kompaniyamiz nomini ifodalaymiz. Shu sabab odob-axloq qoidalarini bilish har bir xodim uchun amaliy zarurat hisoblanadi. Kompaniya odob-axloq qoidalari 3 asosiy maqsadga qaratilgan. Birinchidan, xodimlarda yuksak kasbiy madaniyatni shakllantirish. Ikkinchidan, jamoatchilik ongida kompaniyamizga bo'lgan hurmat va ishonchni oshirish. Uchinchidan esa, axloq qoidalariga zid bo'lgan xatti-harakatlarni oldini olish. Ya'ni bu qoidalar bizni cheklash uchun emas, balki barcha uchun bir xil, tushunarli va adolatli standart yaratish uchun xizmat qiladi. Qoidalar xodim kasbiy faoliyatini qanday qadriyatlarga tayanib olib borishini aniq belgilaydi. Asosiy qadriyatlarimiz quyidagilardan iborat: qonuniylik, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarning ustuvorligi, xizmat burchiga sodiqlik, davlat va jamiyat manfaatlariga sadoqat, halollik va xolislik, professionallik va kompetentlik, samaradorlik va tejamkorlik. Oddiy qilib aytganda, ishni qonuniy, halol, xolis, professional va natijador qilish har bir xodimning doimiy yondashuvi bo'lishi kerak. Odob-axloq qoidalari xodimlar uchun quyidagilarni belgilaydi: kasbiy madaniyatga rioya qilish, xizmat davomida ham, xizmatdan tashqarida ham odob-axloqni saqlash, tashqi ko'rinish va kiyinish uslubiga rioya qilish, korrupsiyaning har qanday ko'rinishlariga murosasiz munosabatda bo'lish va manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir. Kompaniya odob-axloq qoidalari 5 turga bo'linadi. Bular: kasbiy madaniyat, xizmat faoliyati, ish vaqtidan tashqari xulq, jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari bilan munosabat va tashqi ko'rinish kabi turlari mavjud. Kasbiy madaniyat — bu yerda eng muhim qoida kamsitishga olib keladigan harakatlarga yo'l qo'ymaslik. Ya'ni jins, irq, millati, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, hamkasb va fuqarolarga hurmat, xushmuomalalik va xayrixohlik bilan munosabatda bo'lish kiradi. Shuningdek, xodim halol, adolatli va kamtar bo'lishi, muloqotda vazmin va samimiy muomala ko'rsatishi kerak. Fuqarolar yoki yuridik shaxslarning huquq va manfaatlariga daxldor qarorlar qabul qilinayotganda qonuniylik, adolat va shaffoflik ta'minlanishi lozim. Yana bir muhim talab — xizmat mavqeyidan foydalanib, shaxsiy masalada ta'sir o'tkazmaslik. Vakolatni bajarish yoki bajarmaslik evaziga hech qanday mukofot, foyda yoki sovg'a olinmaydi. Ish vaqtidan oqilona va samarali foydalanish, topshirilgan mulkni asrab-avaylash va faqat xizmat maqsadlarida foydalanish ham kasbiy madaniyatning asosiy qismidir. Xizmat faoliyati etikasi. Bu qismda xodimdan qonunlarga so'zsiz rioya etish, xizmat vazifalarini vijdonan, halol va professional darajada bajarish, rasmiyatchilik, soxtakorlik va suiiste'molchilikka yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish, bilim va ko'nikmalarni doimiy oshirib borish ham muhimdir. Bu bo'limda korrupsiyaga murosasizlik alohida urg'ulanadi. Qonun buzilishiga undovchi murojaatlar bo'lsa yoki hamkasblar tomonidan sodir etilgan yoki tayyorlanayotgan qonun buzilishlar haqida bilib qolinsa, rahbariyatga zudlik bilan ma'lum qilish talab etiladi. Yana bir muhim holat — tuhmat, ig'vo va uydirmalarni tarqatmaslik. Axborot tarqatish qoidalariga rioya qilish. Internet va aloqa vositalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi tartibiga amal qilish. Xizmat kompyuteri va elektron tashuvchilardagi xizmatga oid ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ularning tarqalishini oldini olish
talab qilinadi. Ish vaqtidan tashqari odob-axloq bu ish vaqtidan tashqari xulqdir. Bu qoidalarda dabdababozlik, shuhratparastlik, guruhbozlik, maishatbozlik kabi illatlarga yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Jamoat joylarida o'zini tutish qoidalariga amal qilish ta'kidlangan. Shuningdek, xizmat avtomashinasidan xizmatdan tashqari holatlarda shaxsiy maqsadlarda foydalanmaslik, shaxsiy avtotransportidan foydalanishda tartibga va yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishi shart. Asosiy g'oya oddiy. Ishda ham, ishdan tashqarida ham xodim kompaniya obro'siga putur yetkazadigan xatti-harakatlardan tiyilishi lozimdir. Tashqi ko'rinish va kiyinish uslubi. Xodimning tashqi ko'rinishi fuqarolarning tashkilot faoliyatiga hurmatini oshirishga xizmat qiladi. Tashqi ko'rinish umumiy qabul qilingan ish uslubiga mos bo'lishi, rasmiylik, xolislik, kamtarlik va intizomni namoyon etishi kerak. Ya'ni asosiy maqsad ko'rinish orqali ham professional munosabatni ko'rsatish lozim. Bilib qo'yingki, agar xodim odob-axloq qoidalariga amal qilmasa, bu holat unga nisbatan axloqiy va intizomiy choralarni qo'llash uchun asos bo'ladi. Kompaniya odob-axloq qoidalariga rioya qilish, xodim faoliyatini va xizmatdagi axloqini baholashda, kelgusida yuqori lavozimga tayinlashda va kadrlar zaxirasini shakllantirishda asosiy mezon sifatida e'tiborga olinadi. Xulosa qilib aytganda, odob-axloq bu kompaniya ishonchi va obro'sining poydevoridir. Agar sizda shu qoidalar bo'yicha noaniqlik bo'lsa yoki vaziyatga to'g'ri yechim kerak bo'lsa, inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish departamentiga yoki odob-axloq va korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Maqsad jazolash emas, balkim bir xil standart va sog'lom ish muhitini saqlashdir.